Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men 40 yoshdan 65 yoshgacha va undan kattaroq bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto aytishim kerak, juda xavotirli mavzuni tushuntirib beraman. Gap shunchaki mish-mish yoki oddiy internet xabari haqida emas. Gap sizning pulingiz, pensiyangiz, bank kartangiz, mol-mulkingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligi haqida ketmoqda. Avgust oyidan boshlab sizga kompensatsiya chiqdi. Pensiyangiz qayta hisoblanadi, kartangiz bloklanadi. Davlatdan yordam puli olasiz. Yangi ro'yxatdan o'tmasangiz to'lovingiz to'xtaydi degan mazmundagi qo'ng'iroqlar. Xabarlar va aldovlar keskin ko'paymoqda. Ayniqsa 40-65 yoshdagi odamlar nishonga olinmoqda. Chunki bu yoshdagi insonlarda ko'pincha ish staji, kredit, pensiya hujjatlari, subsidiya, nafaqa, uy-joy, farzandlar nomidagi to'lovlar, bank kartalari va jamg'armalar bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilmaslik bir kunda bir necha million so'm yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men sizga oddiy tilda, hayotiy misollar bilan qayerda xavf borligini, kim ehtiyot bo'lishi kerakligini va aniq nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Oldin aldovlar juda sodda bo'lardi. Kimdir qo'ng'iroq qilib, siz yutuq yutdingiz, telefon raqamingiz tanlandi. Kartangizga pul tushiramiz derdi. Ko'pchilik bunday gaplarga ishonmasdi. Odamlar yutuq bo'lsa, nima uchun mendan pul so'rayapti deb o'ylab telefonni o'chirib qo'yardi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Firibgarlar endi oddiy yutuq haqida gapirmayapti. Ular davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla, ijtimoiy himoya, hatto sud ijrochilari nomidan gapirishmoqda. Ular siz haqingizda ayrim ma'lumotlarni bilishi ham mumkin. Ismingiz, yashash hududingiz, taxminiy yoshingiz, qaysi bank kartasidan foydalanishingiz, hatto pensiya yoki ish haqini qaysi vaqtda olishingizni ham taxmin qilishadi. Shuning uchun odamda demak, bu rost bo'lsa kerak degan fikr paydo bo'ladi. Avgust oyi bu kabi firibgarliklar uchun ayniqsa qulay davrga aylanadi. Nega? Birinchidan, yoz oxiri va kuz boshida ko'pchilik oilalarda xarajat ko'payadi. Farzandlar o'qishga tayyorlanadi, kontrakt, kiyim-kechak, dori-darmon, kommunal to'lovlar, to'y-hasham, ta'mirlash ishlar boshlanadi. Ikkinchidan, ko'pchilik qo'shimcha pul kerak bo'lgan paytda davlatdan yordam puli, kompensatsiya, subsidiyaning yangi bosqichi degan xabarlarga tezroq ishonib qoladi. Uchinchidan, 40 yoshdan oshgan odamlar ko'pincha rasmiy hujjat, elektron xizmat, bank ilovasi, SMS kod, elektron raqamli imzo masalalarida yoshlar kabi tezkor bo'lmasligi mumkin. Firibgarlar aynan mana shu holatdan foydalanadi. Eng yomon tomoni shundaki, hozirgi aldovlar faqat kartadan pul yechish bilan tugamaydi. Ba'zi hollarda odamning nomiga kredit rasmiylashtiriladi, elektron imzo orqali ariza yuboriladi, bank ilovasiga kiriladi, qarindoshlarga qarz so'rab xabar yuboriladi. Hatto uy-joy yoki avtomobil hujjatlari bilan bog'liq xavfli harakatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun bu mavzuni juda jiddiy ko'taryapman. Avvalo kimlar eng ko'p xavf ostida ekanini aniq aytaman. Birinchi guruh 40-55 yoshdagi ishlayotgan fuqarolar. Bu yoshdagi insonlarda odatda oylikli karta bor, kredit bo'lishi mumkin, farzandlari oliygohda o'qiydi. Uy-joy yoki avtomobil uchun to'lovlar bor, ba'zan qo'shimcha daromad izlaydi. Firibgar qo'ng'iroq qilib, sizning nomingizga imtiyozli kredit tasdiqlandi. Farzandingiz kontrakti uchun davlat yordami ajratildi. Ish stajingiz bo'yicha kompensatsiya chiqdi desa, odam quloq soladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 18 yoshli erkakni tasavvurlaylik. U zavodda ishlaydi, oyligini karta orqali oladi. Uyida 2 ta talaba farzandi bor. Unga Telegram orqali avgust oyidan 40 yoshdan oshgan fuqarolarga 3 million so'mgacha ijtimoiy yordam beriladi. Ro'yxatdan o'ting degan xabar keladi. Xabarda go'yoki davlat sayti ko'rinishidagi havola bor. U havolani bosadi. Telefon raqamini, kartasining 16 xonali raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodini kiritadi. Oradan 5 daqiqa o'tmay, kartasidan 2 million 700 ming so'm yechib olinadi. U bankka qo'ng'iroq qilganda esa kech bo'ladi. Chunki SMS kodni o'zi bergan hisoblanadi. Ikkinchi guruh 25-35 yoshdagi pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar. Bu toifa eng sezgir guruh hisoblanadi. Chunki odam pensiya masalasida juda xavotirli bo'ladi. Ish stajim to'g'ri hisoblandimi? Arxivda hujjatim bormi? Pensiyam kam chiqib qolmaydimi? Avgustdan yangi tartib bo'lsa men ulgurmay qolmaymanmi? degan savollar ko'p bo'ladi.
Firibgarlar aynan shu qo'rquvni ishlatadi. Masalan, 6000 yoshga kirayotgan ayolga qo'ng'iroq qilishadi. Sizning ish tajingiz bo'yicha kamchilik chiqdi. Agar bugun tasdiqlamasangiz pensiya tayinlash kechikadi deyishadi. Keyin telefoningizga kod boradi. Shu kodni ayting. Biz bazaga kiritamiz deydi. Aslida esa bu kod bank ilovasiga kirish yoki shaxsiy kabinetni tasdiqlash kodi bo'lishi mumkin. Ayol pensiya masalasidan qo'rqib kodni aytadi. Natijada uning kartasidagi jamg'armasi yechiladi yoki nomiga onlayn qarz rasmiylashtiriladi. 3-guruh 15 yoshdan oshgan pensionerlar. Bu insonlar ko'pincha davlat to'lovlariga, pensiyaga va sog'liq bilan bog'liq xarajatlarga tayanadi. Firibgarlar ularga pensiyangizga qo'shimcha ustama chiqdi. Dori-darmon kompensatsiyasi beriladi. Sanatoriy yo'llanmasi tasdiqlandi. Plastik kartangizni yangilamasangiz pensiya tushmaydi deb qo'ng'iroq qiladi. Keksa inson uchun bu juda ishonarli eshitiladi. Chunki u haqiqatan ham pensiya kutadi, dori oladi, sanatoriyga borishni xohlaydi. Oddiy misol. 67 yoshli pensioner buviga kimdir bank xodimi sifatida qo'ng'iroq qiladi. Avgustdan eski kartalar yangilanadi. Sizning pensiya kartangiz bloklanmasligi uchun tasdiqlash kerak deydi. Keyin karta raqamini so'raydi. Karta raqamini aytgach, endi orqasidagi 3 xonali kodni ayting, tizim tasdiqlasin deydi. Mana shu 3 xonali kod eng xavfli ma'lumotlardan biridir. Uni hech kimga aytish mumkin emas. Natijada buvining kartasidagi 1.200.000 so'm bir necha operatsiya orqali yechib olinadi. Endi kimlar kamroq xavf ostida? Agar siz hech qachon SMS kodni aytmasangiz, hech qaysi havolaga kirmasangiz, davlat xizmatlarini faqat rasmiy my.gov.uz bankning rasmiy ilovasi yoki bevosita idoraga borib tekshirsangiz, sizda xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb xotirjam bo'lib qolish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar har kuni usulni o'zgartiryapti. Bugun ular bank nomidan gapirsa, ertaga mahalla nomidan, indin soliq yoki pensiya nomidan murojaat qiladi. Bu yerda eng muhim qoida shuki, davlat idorasi ham, bank ham, pensiya bo'limi ham sizdan telefon orqali SMS kod, karta orqasidagi kod, bank ilovasi, paroli, elektron imzo kaliti yoki pasport rasmingizni begona Telegram akkauntga yuborishni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u kim bo'lishidan qat'i nazar, siz darhol shubhalanishingiz kerak. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat. Ba'zan qo'ng'iroq qiluvchi odam siz haqingizda to'g'ri ma'lumot aytadi. Masalan, ismingizni, otangizning ismini, tumaningizni yoki qaysi bank mijozligingizni aytadi. Ko'pchilik agar bularni bilsa, demak rasmiy joydan qo'ng'iroq qilyapti deb o'ylaydi. Bu xato. Hozir ayrim ma'lumotlar turli manbalardan sizib chiqishi, eski e'lonlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, internetdagi bazalardan topilishi mumkin. To'g'ri ma'lumot aytilgani bu odamning rasmiy xodim ekanini isbotlamaydi. Ikkinchi tuzoq, qo'rqitish. Firibgar sizga vaqt bermaydi. Hozir tasdiqlamasangiz kartangiz bloklanadi. Bugun soat 10 minutdagi yo'lgacha ulgurmasangiz pul kuyadi. Arizangiz bekor bo'ladi. Pensiyangiz to'xtaydi. Nomingizga kredit olinmoqda, hozir kod aytmasangiz kech bo'ladi deydi. Rasmiy idoralar odatda muhim masalada odamga hujjat, ariza, xabarnoma, shaxsiy kabinet yoki rasmiy murojaat orqali vaqt beradi. Agar sizni shoshiltirsa, bilingki, bu psixologik bosim. Uchinchi tuzoq, o'g'lingiz yoki qizingiz muammoga tushdi degan qo'ng'iroqlar. Bir 35 yoshdagi odamlarning farzandlari talaba, haydovchi, ishlayotgan yoki chet elda bo'lishi mumkin. Firibgar o'g'lingiz avariya qildi. Qizingiz hujjat muammosiga tushdi. Hozir pul yubormasangiz ish yomonlashadi deb qo'rqitadi. Ba'zan sun'iy intellekt orqali ovozga o'xshatish holatlari ham uchrayapti. Shuning uchun bunday paytda birinchi harakat pul yuborish emas, balki farzandingizga boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilish. Yaqinlarga bog'lanish, voqeani tekshirish bo'lishi kerak. 4-chi nozik jihat, elektron raqamli imzo. Ko'pchilik elektron imzoni oddiy hujjat deb o'ylaydi. Aslida elektron imzo sizning raqamli muhringiz. Agar uning paroli, kaliti, fayli yoki SMS tasdiqlovi begona qo'lga tushsa, sizning nomingizdan ariza berilishi, shartnoma imzolanishi, xizmatlardan foydalanilishi mumkin. Shuning uchun elektron imzoni hech qachon Telegram orqali yubormang. Begona odamga bir marta tekshirib beraman deb bermang. Kompyuterda umumiy papkada saqlamang. 5-chi nozik jihat, rasmiyga o'xshash saytlar. Firibgarlar my.gov.uzga o'xshash, bank saytiga o'xshash, soliq yoki ijtimoiy himoya sayfasiga o'xshash sayt yaratadi.
ranglari, gerbi, logotipi, tugmalari ham o'xshash bo'ladi. Farqi manzilida bo'ladi. Masalan, rasmiy sayt o'rniga qo'shimcha harflar, chiziqlar, g'alati domenlar bo'lishi mumkin. Telefon ekranida buni ko'rish qiyin. Shuning uchun havola orqali kirmang. Sayt manzilini o'zingiz yozing yoki rasmiy ilovani oching. 6-tuzoq. Qarindosh va tanishlar nomidan keladigan xabarlar. Firibgar sizning tanishingizning Telegram akkauntini buzib kiradi va aka zudlik bilan 1 million so'm kerak. Opa kartangizga pul tushirib turay kodni ayting. Mening nomimdan kredit yopish kerak deb yozadi. Siz tanish odamning rasmi va ismini ko'rib ishonasiz. Lekin aslida yozayotgan odam u bo'lmasligi mumkin. Pul yuborishdan oldin albatta ovozli qo'ng'iroq qiling. Agar u qo'ng'iroq qila olmayman desa, yanada shubhalaning. 7-nozik jihat. Haqiqiy rasmiy jarayonlar bilan aldovning aralashib ketishi. Masalan, siz haqiqatan ham pensiya hujjatini tayyorlayotgan bo'lishingiz mumkin. Haqiqatan ham bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham subsidiyaga ariza topshirgan bo'lishingiz mumkin. Firibgarlar aynan shu davrda sizga murojaat qilsa, ishonish ehtimolingiz oshadi. Shu sababli men doim aytaman, agar biror jarayon sizga tegishli bo'lsa ham, qo'ng'iroq qilgan odam orqali emas. O'zingiz bilgan rasmiy kanal orqali tekshiring. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Bank ilovasiga kiring va SMS xabarnoma yo'qolganini ko'ring. Agar ilovaga begona qurilma ulangan bo'lsa, darhol chiqarib tashlang. Parolni almashtiring. Karta bo'yicha internet to'lov limitlarini kamaytiring. Masalan, siz har kuni katta xarid qilmasangiz, onlayn to'lov limitini 300 ming yoki 500 ming so'm qilib qo'yish mumkin. Shunda karta ma'lumotlari chiqib ketgan taqdirda ham katta pul bir yo'la yechilmaydi. Ikkinchi qadam. Oilaviy xavfsizlik qoidasi tuzing. Uyda ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz bilan kelishib oling. Hech kim SMS kodini aytmaydi. Hech kim karta orqasidagi kodni bermaydi. Hech kim Telegramdagi havolaga kirib karta ma'lumotini yozmaydi. Agar davlatdan pul chiqdi degan xabar kelsa, avval oilada bir-biringizga ko'rsating. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga buni kamida bir necha marta tushuntiring. Ona sizga bankdan qo'ng'iroq qilib kod so'rasa, darhol o'chirib qo'ying deb aniq ayting. 3-qadam, rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy joydan tekshiring. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki rasmiy platformalar orqali tekshiring. Davlat xizmati bo'lsa, myTokop.uz orqali kiring. Soliq bo'lsa, soliq organlarining rasmiy ilovasi yoki saytidan foydalaning. Bank masalasi bo'lsa, kartangiz orqasidagi yoki bankning rasmiy saytidagi kal markaz raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamga qayta ishonib qolmang. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Qardim yoshdan oshgan har bir odamda pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha hujjatlar, diplom, harbiy xizmat hujjati, nikoh ajrim hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, mulk hujjatlari tartibli saqlanishi kerak. Lekin bu hujjatlarning rasmini begona odamlarga yubormang. Agar biror xizmat uchun hujjat topshirish kerak bo'lsa, bevosita davlat xizmatlari markaziga boring yoki rasmiy sayt orqali yuboring. 5-qadam. Elektron imzo va parollarni alohida himoya qiling. Elektron imzo faylini telefon xotirasida, Telegram, saqlangan xabarlarda yoki ishxonadagi umumiy kompyuterda saqlamang. Parolni oddiy 1236 tug'ilgan yil yoki telefon raqami qilib qo'ymang. Agar elektron imzo bilan bog'liq shubha bo'lsa, uni yangilan yoki bekor qilish imkoniyatini tekshiring. Bu juda muhim. Chunki elektron imzo orqali qilingan harakatni keyin men qilmaganman deb isbotlash ancha qiyin bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar aldangan bo'lsangiz, uyalib o'tirmang. Ko'pchilik men qanday qilib ishondim deb uyaladi va kechikadi. Firibgarlikda vaqt eng muhim omil. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Operatsiyalar bo'yicha ariza qoldiring. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Agar Telegram, sayt yoki telefon raqami orqali aldangan bo'lsangiz, skrinshotlarni saqlang. Raqam, profil, yozishmalar, chek karta raqami, vaqt, summa. Hech narsani o'chirib tashlamang. Bu dalil bo'ladi. 7-qadam. Kredit tarixingizni va nomingizga rasmiylashtirgan majburiyatlarni vaqti bilan tekshirib turing.
Ayniqsa sizga nomingizga kredit olinmoqda deb qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa yoki pasport ma'lumotlaringizni begona joyga yuborgan bo'lsangiz, bu masalaga befarq bo'lmang. Banklarga murojaat qiling. Kredit byurolari yoki rasmiy tizimlar orqali tekshiruv qiling. Agar shubhali kredit ko'rsangiz, darhol yozma ariza bilan murojaat qiling. 8-qadam. Har qanday avgustdan yangi pul 6-5 yoshdagilarga maxsus to'lov. Dardim yoshdan oshganlarga kompensatsiya kabi xabarni tekshirmasdan tarqatmang. Siz uni yaxshi niyatda qarindoshlarga yuborishingiz mumkin, lekin shu orqali firibgarlarga yordam berib qo'yishingiz ehtimoli bor. Agar xabar rost bo'lsa, u rasmiy OAV'da, davlat idoralari sahifalarida, hukumat portallarida e'lon qilinadi. Faqat anonim kanal yoki noma'lum guruhda chiqqan bo'lsa, unga ishonmang. 9-qadam. Qo'ng'iroq paytida oddiy savollar bering. Masalan, siz qaysi tashkilotdansiz? Ism, familiyangiz nima? Rasmiy xat raqam bormi? Men o'zim tashkilotga borib tekshirsam bo'ladimi? Nega SMS kod kerak? Haqiqiy xodim sizni qo'rqitmaydi va kod so'ramaydi. Firibgar esa asabiylashadi, shoshiltiradi. Mening vaqtim yo'q. Hozir hal qilmasangiz bo'lmaydi deydi. Mana shu belgilarni eslab qoling. 10-qadam. Ota-onangiz telefonini tekshiring. Agar ular 6000 yoshdan oshgan bo'lsa, telefonda shubhali ilovalar, noma'lum bank ilovalari, begona masofaviy boshqaruv dasturlari yo'qligini ko'ring. Ba'zi firibgarlar telefoningizni tekshirib beraman deb masofadan boshqaruv ilovasini o'rnattiradi. Shundan keyin ular ekranni ko'rib turadi, SMS kodlarni o'qiydi, bank ilovasiga kiradi. Agar ota-onangiz telefonida tushunarsiz ilova bo'lsa, uni mutaxassisga ko'rsating. Azizlar, bugungi yomon xabar shuki, avgustdan boshlab kirdim 65 yosh va undan katta yurtdoshlarimizga qaratilgan moliyaviy aldovlar. Soxta kompensatsiya xabarlari, pensiya va bank nomidan qo'ng'iroqlar yanada ko'paymoqda. Bu gap qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytilyapti. Kim ogoh bo'lsa, o'z pulini, hujjatini, pensiyasini va oilasining tinchligini himoya qila oladi. Esingizda bo'lsin. SMS kodni hech kimga aytmang, karta orqasidagi kodni bermang. Havolalarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy joydan tekshiring. Shubhali holatda esa darhol bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar siz yoki tanishingiz shunday qo'ng'iroq yoki xabarga duch kelgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, ayniqsa 4 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasi, oyligi yoki jamg'armasini saqlab qolishi mumkin.